Jacquet Mochven modeli. Ushbu mashina yuk tashish uchun mo'ljallangan bo'lib, biznesingizdagi logistika bo'yicha muammolarni hal qiladi. Yuk tashish qismi juda keng. Bundan tashqari yuklarni yon tomondan ham, orqa tomondan ham yuklash imkoniyati mavjud. Hatto konditsioner o'rnatib xolodilnik sifatida ham ishlatishingiz yoki mobil biznes nuqtasi sifatida foydalanishingiz mumkin. M3 van modelini shahar sharoitlarida boshqarish juda qulay bo'lib, oddiy B toifadagi haydovchilik guvohnomasi bilan haydashingiz mumkin. Mashinamizda 1.8 litrlik benzin dvigateli o'rnatilgan bo'lib, 134 ot kuchiga ega. Yoqilg'i sarfi 100 kilometrga 8.5 litr. Haydovchi uchun barcha qulayliklarga ega. O'rindiqlar 4 yo'nalishda sozlanadi. Konditsioner, radio, USB portlar, elektron boshqaruv tugmalari, 5 pog'onali mexanik uzatmalar qutisi, xavfsizlik uchun havo yostiqchalari, ABS va YBD tormoz tizimlari bilan jihozlangan. Narxi 199 million so'm. Jag brendining rasmiy dilerlaridan xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot olish uchun Instagram sahifamizga obuna bo'ling va izohlarda plus belgisini yozib qoldiring.